Hozir ko'chalarda redlarni ko'p ko'ryapmiz. Led chiroqlarga bo'lyapti asosan. Buni qanaqa mashinalarga qanaqasidan qo'yish mumkin, qanaqasi mumkin emas, shuni obunachilarga bitta tushuntirib bersangiz. Albatta, hozir LED lampochkalar nostandart o'rnatilgan yorish chiroqlariga qarshi reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Endi bu doimiy o'tkaziladigan, lekin so'nggi vaqtlarda o'sha fuqarolarda e'tirozi ko'p bo'layotib turganligi sababli aynan yorish chiroqlariga nisbatan ko'proq e'tibor qaratilyapti. Endi haydovchilardan ko'p savollar bo'ladi, ya'ni qanday holatlarda o'rnatish mumkin, qanday holatlarda mumkin emas. Mana shu talabda agar transport vositasini yorish chiroqlarini LED yoki ksenon faralarga o'zgartiriladigan bo'lsa, albatta bunday o'zgartirishlar modul asosida, ya'ni LED chiroqlardan tarqalayotgan nurni tartibga soluvchi, ya'ni oddiy qilib tushuntirganda liniya chizib beradigan modul asosida o'rnatish belgilab berilgan. Ya'ni mana ikkita yorish chirog'ida tushuntirib o'tamiz, Muhammad Qodir. Mana bunisi hech qanday modulsiz yorish chirog'i, LED lampochka. Bunisi modulli, ya'ni ichida lupasi bor, ya'ni LED lampochka tarqatayotgan nurni liniya qilib qarama-qarshidan kelayotgan haydovchini ko'zini olmaydigan darajada tartibga solib beradigan, ya'ni chiziq chizib beradigan modulli LED lampochka hisoblanadi. Mana shunday LED lampochkalarni o'rnatish mumkin har qanday transport vositasiga. Faqatgina mana shunday modul asosida bo'lishi kerak va o'rnatib bo'lingandan so'ng eng asosiy sharti nurni liniyasini standartga mosligini o'lchash kerak. Mana shu apparatlarda hozir aksariyat apparatlar, bunaqa joylar diagnostika markazlarida, oddiy qilib aytganda texosmotr qiladigan joylarda bunday apparatlar bor. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda bunday lampochka, LED lampalar mumkin emas, to'g'ridan-to'g'ri qo'yish, mana bularni qo'yish mumkin. Buni ishlab chiqarilayotgan mashinaga ham, ishlab chiqarish to'xtatilgan mashinaga ham qo'yish mumkin. Albatta, har qanday transport vositasiga qo'yish mumkin, faqatgina mana shu shartlarni bajargandan so'ng. Shuning uchun sizlardan iltimos, har narsada o'zini talabi bor, me'yori bor, mana shu tartibda amalga oshirishlarini so'rab qolamiz. Bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, LED qo'yib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, inshaalloh ko'pchilikga manfaatli bo'ladi.